Assalomu alaykum sevimli azizlar. Hammalarning mushaqdanlar xayrlik bo'lsin. Bugun biz qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shaxonovning suhbat asosida yozilgan Qiyodik ovchining og'izlari nomli kitobning birinchi bobining davomini o'qishni davom qilamiz. Oldingi bobdagi mazmunni qisqachalam eslatib o'taylik. Buningda Chingiz Aytmatov o'zining hayot hikoyasini bolaligidan boshlab anglatadi va dadasının tutub ketilgan, onundan keyin ailesi boyunca 4 bala və anasının birlikdə dadasını kütüş jarayoni, dadası tərəf 4 oğlunun, bir ailədəki 4 oğlunun qandaq vayron bolğanlıqlarını əks etdirib, şularni so'zlagan vaqaliklar bor. Onundan keyin Chingiz Aytmatovninki dadasının ölüm xəbərini anasınınki singlisi və Chingiz Aytmatovqa deydigan yeriga kelib to'xtagan oldingi bobda. Bu mazmunlar hammamizga shunday tonish his tuyg'ularni qaytadan qalbimizdagi shu xil his tuyg'ularni o'rnatadi. Kutish, umid. Bu bek go'zal narsa umid. Kutish unchalik go'zal emas. Noaniq bo'lgan kutish texmi shundoq. Shunga kitobni o'qish jarayonidamdi. O'zimningki his tuyg'ularimni kontrol qilishga tirishyapman, lekin shu. Davomlashtiraylik. Qara qizochanglarni chaqiringlar deb buyruq berdi onam. Oradan uzun o'tmay Xorijon qachısini otib, ovulning tam tuzini yutib, qara qizochimni yetib keldi. Onamiz uningga akasining fani olamga ketganligini aytganda, bechoraning yuragi to'xtab qolayli dedi. 21 yillik o'tdek yolqinlagan seg'inish bilan hasratiga chidolmay, butkul uyni ko'tarvatgidek qilib, har qaysimizni bir-biridan bag'riga besib sarlab chiqdi. Tuqqan bo'lsa, mushundaq kuyimchan bo'lsa, ha? Keyin hammamiz butkul Aytmatovlar jamiyati shakarga berib, adolatsizliklarning qurboni bo'lib, armonda ketgan 4 bahodirimiz To'raqul, Olimqul, O'zbek va Erisqul bekning ro'yiga atab, el-yurtni Kirimbekning uyiga chaqirib, nazr qilib osh berdik. Darvaqa onamiz dadamizning o'limiga qiyolmadi. Ochiq aytmasam ömrünün oxirigacha ko'nglining cho'nqur bir qatlamlarida balkim tirikdir degan bir xilpal umid uzilmadi. Balkim buningga mana bundaq bir ahvol sabab bo'lgandi. Urush yillari Kavkazdan shikari ko'chib kelganlarning ichida Oyvazdi degan bir munajjim girk ayol bor edi. Qahvaga qarab o'tirib palajatdi. Aytgan oydek aniq chiqatdi, deb el-yurtim maqtab yurgandan keyin bir kun onam uning qishig'i bordi. Ering turmada 4 balang bor ekan, o'zing yolg'iz, bek qiynalib yuribsan. Bu yerda yana 10 yildek turdikansizlar. Cho'ng o'g'ling o'qishni bitirgandan keyin seni shaharga ko'chirib olib ketadi. Shu o'g'lingning nomi dunyoga taraydi deb jimib qopti. Erimchu tirikmi qachon keladi deb so'rasa, eliq ayol. Ering to'lim uzoqda, nurg'un yillardan keyin uchrashsan debdi. Munajjim ayol dadamizning fani olamda yo'qligini bilsa-mu, onamizni umidsizlanib ketmasin deb oyog'anchig'i yoki ko'p yillardan keyin yo'liqsan deb umidlantirgani boqi olamda uchrashadiganligini bildirgandi. Aytmatov. Ha, nimalar degan bilan polchining qilgan odamgarchilik shu chog'da Sovet ittifoqining butkul xalqi, ona yurtqa, ulug' dohiga bo'lgan cheksiz iftixorlikning, buyuk vatanparvarlik ro'yining yetakchiligida hayot kechirdi. Bo'libmi urushdan keyingi yillar qandoq bo'ldi? Dushmanni yengib chiqqanligimiz, yerni dastlab tirik yurganimiz, baxtli bolalik chog'larimiz uchun Stalinga qarzdormiz degan buyuk faxrlanish tuyg'usi hukm surdi. O xil tuyg'u ta hozirgi chog'dimi kulgilik bo'lib ko'rinishi mumkin. U chog'larda davlatning yurgizgan siyosatiga shak keltirish, bo'libmi bizning ovulda birasining o'ng tushiga kiradimikin? Endi shu vaqtda mamlakatga suiqasd qilmoqchi bo'lgan odamning, ya'ni xalq dushmanining bolasiga yurt ahlining qandoq qarashi kerakligini kallangda o'tkazib boqqina.
Biroq ovulning qiliblaşqan urf-odati, ichki madaniyati heliq odamni cho'chitadigan so'zining zahrini bizga unchavola bilindirmagan edi. Mushundaq ma'lumotchilikda dadamning bizni o'z ovulga yo'liga selishi nima degan oqilonik bo'lgan-a? Moskvada qolsaq yoki Fransiyaga borsak, kutmagan qayg'u-hasratga yo'liqishimiz mumkin ekan. Shaxanov. Qozog'istondagi Oqmo'li shahrining atrofida xalq dushmanlarining ayollari qamralgan Oljir nomli maxsus bir lager qurilgan. Bu lagerda qozoq xalqining Turar Irisqulov, Saken Seyfulin, Beymibet Maylin, Tamirbek Jurganov, Uzoqbay Qulumbatov, Sultonbek Xo'janov, Janoydar Sadoqovaga o'xshash davlat, partiya, adabiyot va san'at arboblarining rafiqalari qamalgan. Mushundaq do'zax o'tida azoblanib yursimi, Saken Seyfulinning, İlyas Jansgorovning g'amguzar mahbubalari, yo'lbostak akalarimizning bebaho qo'lyozmalarini yerga ko'mib, yostiqqa tiqib saqlab, keyingi avlodlarga omon yetkazgan. Bu uchirg'anli kishining qo'lidan kelmas erkaklikka barobar ish edi. Hozir biz menda o'qiyotgan vaqaliklar, bu narsalar Sovet ittifoqining 1930lardan 60larga jo'g'an oraliqdagi shu vaqalik va eslamalarni da'votidir. Biz hech tarix o'qimamdik. Biz hech atrofimizga qaramamdik. Biz hech ko'zimizni ochib mana ko'rib, ko'rganlarimiz asosida tafakkur qilmamdik. Biz hech ibrat olmamdik. Biz hech narsani bilmamdik. Boshqalarning inekning beshiga kelgan kun mo'zayning beshiga ham keladi deydi. Dunyo uni bilmaklik-ku. Dunyo bilmaklik. Mushning beshiga kelgan kun bizniki kelib qolar deganni o'ylamaqliq. Inson balkim ashtab bo'lsa kerak. Uyg'urning beshiga kelgan kun bizniki kelib qolar deganni o'ylamaqliq. Chunki Uyg'urning beshiga nima kelganini bilmaydi. Balkim biz bildirilmayotganimiz. Balkim ularning ishongisi yo'qdir. Balkim ishongisiz darajadagi bir ishlarni yashayotganimiz. Ammo qarasa mayli tarixni, mayli shundoq bir narsalarni o'qiylik. Bizning yonimizda, qo'shnimizda 30larda ular yashaganini, 60larda ota-onamiz yashaganini ko'rib, bilib turib. O'tib ketibdikan, shu ashtaq kunlar o'tibdikan, tarix deb qaytilanishi mumkinmi deganni hech xayolimizga keltirib boqmay. O'xshash qismatni yana yashayapmiz. Yana ota-ona bolaga zar bo'lib, bola ota-onaga zar bo'lib, shutimizga zar bo'lib, o'zimizning tuproqqa, o'zimizni kindiqimiz to'kilgan yerga ko'milamizmi deganga zar bo'lib, shu umidlarni yana mushtaq yashab yuramiz. Yostiqqa tiqib saqlab, keyingi avlodlarga omon yetkazdi. Bu uchirg'anli kishining qo'ldan kelmas erkaklikka barobar ish edi. Bir qatim menga G'obit og'a Musurapov Beymibet Maylinning rafiqasi Kunjamolni Oljiriyaga izlab berib topganliklarini so'zlab bergan. Bu vaqt Kunjamol ochimiz G'obit og'aga bu lagerning qo'ynini o'zim alaydan so'rab ilib beqiyapman qo'yini. Tong sahardan toki kechqurgacha to'rning ichida midirlamay qamalib o'tirgacha ichimdagi nima narsani sirtqa chiqarib bir ovozim bilan suran silib yig'lab olsam hali yengillab qolaman debdi. Oljirda 22 mingga yaqin xalq dushmanining ayollari qamalgan. Ovulni panohlamagan bo'lsanglar, oningizmi lagerning tuz taomlarini yeyishga majbur jamoatlardan bo'lishga buyurilishi mumkin edi. Aytmatov. Ha, shundoq. Maktabda o'qiyotgan chig'imda bir muallimning bergan buni maslahati umr bo'yi esimdan chiqmaydi. Chingiz Aytmatovniki Aytmatov buvisining ismi ekan. Chingiz Aytmatovning dadasi ayni chog'dagi qirg'izlarning shu Qirg'iz rayoniniki amdaliq cho'ng boshliqi bo'lgan, sekretari bo'lgan va nihoyatda cho'ng o'qigan, bilimlik, ma'naviyatimi to'shqan bir kishi ekan. Mana shu vaqaliklarga qaraydigan bo'lsak. Dadasining ismi To'riqul. Buvisining ismi Aytmatov. Demak, buvisiningki ismini o'ziga shu familiyam taxallus qilib qo'llangan o'xshaydi.
Birov dadangning ismini tilga olgan chog'da xalq dushmanining bolasi ekanman deb hargizmi bo'yningni qisib beshingni tuvan qilma. Ustozning mushu nasihati qiynalgan chog'larimda ro'yi yo'lanchuk bo'ldi. Bu so'zning tagida onamning fikriga o'xshash hammasi yolg'on, hammasi tuhmat. Sening dadang xalq dushmani bo'lishi aslo mumkin emas degan cho'nqur ma'nisi yoshiringanligini bildim. Shu chog'dan boshlab dadam to'g'risida bir xabar anglash kundalik armonimga aylangan edi. Shaxanov. Singlingiz Roza To'raqul qizi aytgan munda bir narsa esimga kelib qoldi. 1975-yili xizmat bilan Talas shahriga berib qoldim. Siz Chingiz Aytmatovning singlisimi? Deb bir ayol iliq chiroy bilan salomlashdi. Hı. Sizning bu yerga kelganingizni bir tunishimdan ushtum-tut anglab qoldim. Xudo tilakimizni ijobat qildi. Bo'lmasa men Fransiyaga baray deyotgan edim. Odatda Chingizga daryodek eqib kelayotgan xatlarning hisobi yo'q edi. Xatlar dunyoning Sovet ittifoqining bulung'uchqoqlaridan keladi. Xatlarning xeyli tang yerimida uy ilishga yordam so'raydi. Har xil darajadagi o'rinlarda yo'liqtirgan tangsizliklarni to'sishga, faqat chet ellarda ishlab chiqarilayotgan qimmatbaho dorilarni tepishga yordam qilish, yana turmushda degidek uchrab turadigan masalalarni cho'rdigan o'tinish tilaklari yoziladi. Cho'ng adolatsizlikni o'z beshidan kechirgachgimi, Chingiz bu xatlarga bo'lakcha ahamiyat berib, vaqtning ko'p qismini mushundaq ishlarga sarf qilib, hojatmandlarga imkoniyatning boricha yordam qiladi. Mushundaq ba'zi kishilarning meni atayin izlab tepib yoki yo'liqqan yerda buni akangizga berib qo'yamsiz. Butkul Sovet ittifoqida uningdek kishining deganini yerda qo'ymaydigan odam yo'q-ku deyishib, g'ulach iltimoslarini berishadi. Ba'zi uning sizmi ish ko'p akamni oyab xat egalaridan qochatdim. Yo'shirmayman. Yo'liqqan ayolni dastlab ashundoq kishilarning birisimikin deb o'ylagan edim. Yo'q, dedi u ko'nglimni tushungandek. Mening sizni izlashim dadangiz To'rqulga munosabatlik. Mening akam turmada sizning dadangiz bilan bir kamerda yetibdi ekan. Dadamning ismi chiqqanda xuddi tok soqayotgandek dir-dir titrab ketdim. Akangiz nada, tirikmi? Debdiman nuduqqanimdan. Tirik. Biroq hozir doktorxonada qiyin ahvolda yotadi. Doktorlar sanoqli kuni qoldi deydi. Mumkin bo'lsa akangiz Chingizni ko'rgisi bor. Biroq gazetda u kishini Amerikada deb yozibdi. Shunga sizni izladim. U cho'konga agishib doktorxonaga bordim. Biz doktorxonaga bemorlar orom oladigan vaqtga ulgurib beribdimiz. U ayol navbatchi sestradan ruxsat so'rab, akasini yudib koridorga ilib chiqdi. Çay içirdik. Kitap okup attım bana. Canım. Asta. Avaz çıkarmayı. Özağına koyup içip, kulağına koyup durup avaz çıkarmayı durumda. O çoğunğa əgişib doktorxonaga bordim. Biz doktorxonaga bemorlar orom oladigan vaqtga ulgurib beribdimiz. U ayol navbatchi sestradan ruxsat so'rab, akasini yudib koridorga ilib chiqdi. U kishining sabr toqatlik odam ekanligi tashqi qiyofatidan ko'rinib turadi. Biroq kasal chaqib, holsizlanib ketibdi. Bir tiniqda nafas oladi. Qisqa salom soatdan keyin mening chiroyimga astoydil zan silib qaradi-da, ko'z yoshini tutolmay qoldi. To'rqulga quyib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Endi o'lib ketsammi armonim yo'q. Xudo menga rahmat qilgan ekan, deb holsirab qoldi. O'zini Tangriberdi Alaboyev deb tanishtirdi. Bir oz o'ltirib demini olgandan keyin oqsoqol hikoyasini yiroqdan boshladi. Yoshlar ittifoqi komitetida ishlab yurgan chog'larim edi. Akam Uzoqboy Oqyar ovulida kolxoz boshliq edi. Baş götürüp yürgen qeyrindaşlarının hemmisla g'inqiysa xalq dushmani otilib turmaga qamilayotgan chog'lar. Navbat akamga yetib keptikan. Ko'zni yumib ochqicha unimi tutib ketdi. Oradan uzoq o'tmay menimi tutib ketdi.
Akam xalq düşməni, kimlər bilan münasibəti var? Qandaq buzg'unchilik harakatlarni qildi? Qandaq tashviqotlarni qildi? Qani ayt deyishib, har kuni talay qitim so'roq qilib, urib tepib qiynadi. Ündemay turib oldim. Bir qitim so'roqchi shunchalik achchig'lanib ketdiki, miltiqning payniki bilan jinining barcha og'zimga urdi, tishlarimning yarmidan ko'proq to'kilib tushib ketdi. O'zim hushimdan ketibdiman. Hali vaqtdan keyin hushimga kelib ko'zimni ochsam, kamerada tashning ustida yetibdiman. Atrofga qarab edim, iňak tüklüri hürpeyip ishib ketgan 6-7 kishini ko'rdim. Chetda bir temir karvat turardi. Yenimda iňaklari yo'g'an, mehri issiq bir yigit qiymachim bo'lgan yuzlarim bilan lavlarimdan oqqan qorni surtib tutdi. Tursaqam, mening o'rnimda yot deb qo'ltiqimni yuyilab karvatga yotqizdi. Bu karvatda kameradagilar navbatlashib yetibdan oldigandek qiladi. Bugungi navbat heliqi yigitning ekan. Bo'lmasa tashning sovuq so'ngakdan o'tib, odamning jinini elib yenidila qo'yatdi. Boshqalar gap qilishmadi. Hatto bir-biriga gap qilishdan qo'rqib, shirk oldi bo'lib qolgandek qiladi. O yigit bilan әтіс cho'nqurlab tanışdıq. Uning iti To'raqul Aytmatov ekan. Mening Talasdan kelganligimni anglab to'lim xushal bo'ldi. Asta-asta bir tuqqan akukadek yaqinlashib ketdik. Hol ahvolimni to'liq bilgandan keyin sening jinoyating yo'q. Uning ustiga yosh ekansan. Faqat akamning sababidan turmada yetibsan. So'roqchilarning ig'vogarchiligidan saqlan. Hech kimni sotma. Mushu qaysarligingdan eg'ishmay chidashlik pa. Oxiri bo'shab chiqsin. Bizning ahvolimiz boshqacha. Bizni uchdim tutla atqil elib menishim mumkin, dedi o'ksinib. To'raqul turma yostiqining oqish tashda raxtidan kichikkin xaltachoq tikib optikan. U xaltachoq bek kirlishib ketibdi. Ashu xaltachoqqa qariyib bilan Chingiz, Ilgiz deb ikki o'g'lining ismini chekibdi. Yeniga Talas deb yozg'isi kelgango deyman. Lekin yip oxirdagi C harfiga yetmay qolgan bo'lsa kerak, Tala deb yezilib qopti. O'zi aqlliq, bilimlik, pak odam ekan. Xaltachoqqa latiga o'rab sopun, tog'oq chichotkilarini silib yuratdi. U bir kun kechasi boshqalarga anglatmay qulog'imga shivirildi. Manga kelguli keldigan bo'ldi. 58-moddaga yotqizibdi. Xalq dushmani sifatida xat elish, xat yozish huquqimdan ayirmoqchi. Sana qiyomatlik iltimosim bor. Mava qapasdan omon eson qutulsang, shekaga berib mening ayolimni va bola chaqalarimni top. Xalq dushmani degan qip-qizil tuhmat. Biroq xalq dushmanining urug' tuqqani deb okinimlarimni tutarmikin deb qo'rqaman. Farzandlarimning cho'ngi Chingiz. Hayotda so'rliq so'mbuluq, hukmronlik deganlarning borlig'ini bilmay o'sib yetilayotgan nozik hissiyatchan bola edi. Moskvada turayotganimizda o'yladi bir yosh yigit bilan bir bo'y urishib qopti. Tog'da kuchi bor yosh yigit bo'yini qattiq urayotgan bo'lsa kerak. Uni ko'rgan Chingiz qon yosh yig'lab uyga kirdida qo'rqinchliq. Oyimidig'u deydi u to'xtamay o'ksib. Shu o'g'lim bilan ayrim so'zlashgan. Oldimizda yo'liqadigan mushkulotlar to'g'risida savod berib qo'y. Mening xalq dushmani emasligimni quliqqa quyib qo'y. Vatanga qaytamay qolsam, mening uchun jinini beradigan bechora onasini nag'iymayga. İnsanlarga hami bo'lish Chingizning vazifasi ekanligini samiga sep qo'ygan. İnsikisinin ismi izlagan xaltachoqni mendan eslik qilib topshir. Endi mavi talpimni yodingda tut. Agar meni itishqa emas, Moldovanuka turmasiga elib ketsa, saqchi orqali sendan xaltachoqning ichidagi so'pinni so'rtaman. Sibirga mang'uzdigan bo'lsa, qilin o'rmonliq o'lkag'u targ'oqni oldiraman. O'ral tarafga haydasa, chichotkasini berversin deyman. Endi salomat bo'l. Oyat ko'rishalmasak, u dunyoda ko'rishamiz dedi. Men yig'lab turib uning aytganlarini to'liq o'rindash qasam ichdim. To'raqulni elib ketishdi. 2 kundan keyin Aytmatovning qandaq narsalar qoldi deb bir soqchi kirib keldi. Bir shumliq
Bolgandek, şumluk bolganlygyny bilgendek Törekulnyň ähwalyny soradym. Sakçy bigiz barmagy bilen ögüzini köstüp. "Hazır onuň jeni beýişde uçup ýürgende" dep hijaýdy. Tizlerim titirgen alda sakçyga pupaykysy bilen baş kiyimini elip berdim. Halta ta perzentlerge amanet süpde tapşyraman dep tykyp ýürdim. Köp ötmeý men bu halyk düşmanyň inisi diýen töhmet bilen 10 ýyllyk kesilip, Sverdlovski türmesinde ýatdym. Hudaýym gowahki 10 ýyl Çyňgyz ilgisi diýen hat ýyzlagan Törekulnyň amanet halty çykany, taaqany. Pupaykamyň içýän çukudy saklap, çoň ogluga öz golum bilen tapşyrmagy diýen ümit bilen ýenimden aýrymgan edim. Gaýdy Çyňgyzyň 20 ýaşga tolgan ýigitlik mezgilini Törekulga okşap ketadigan kaş gözüni hyýalan göz aldyma keltiretdim. Birak külki bilen ýyga goşmak degendek meniň tagdyrim mutlak başgaça boldy. 10 ýyldan keyin ýurtuma gaýtyşymga ruhsat kılınmady. Sibirniň içkirisindäki bir makanga sürgen kıldy. Şu ýerde iş kılışymga, erkin azady ýürüşdirişimge imkaniýet ýaratyldy. Bir tatar kyzyga öýlenip çakarak bir öý igeledim. Uşu çagda ýurt gaýtyş ümidim üzülgenlikdimi ýa selpel toýunup galanlygymdymy ýa özüm bilen birge işleýdigan Emra ýigitiniň öýüden içgen samogin, ýani kolda içilgen arakin. Täsiridimi gaýsy şeýtan keýni kirip konu pupaykamyň içýän çykydyk Törekulnyň amanet haltysy bilen birle derýaga taşlap etipdimen. Bu kılmışymny Hudamy, dadanyň erwaýym hop görmegen bols gerek. Del şu gün at egildi, atny taklap atkanda, ýeli gaýwan keýni puty bilen meýdemge tepip dep dem alalmaý huşumdan ketip ýykyldym. Iki tal gowagam sunup öpkemniň bir kysmy izlip ketgen edi. Meýip bolup kaldym. Şunundan başlap doktorxanalarda aýlap emes, ýyllap ýetişik dogry geldi. Emdi ýene şu keselden köz jumgulypatdyman. Ahir şu gaýtyşga ruhsat kılındy. Hroşupga maň rahmet. Derhal hyzmatimden istifa berip aýalymny ägeşdirip uzundan beri sygynyp közlerimden uçup ketgen any ýurtum talasy kelip, uruk tukkan gyryndaşlarym we dost biraderlerim bilen körüşüp armanyňa ýetdim. Bunundan Törekulnyň balçaklaryny sürüşdirip Fransaga köçüp ketgen diýen habaryny aldym. Şunuň bilen bu häsret nadamatim we ýene ýürekimniň çoňkur katlamlary kümilgen pit kaldy. Onuň üstüge keslim pat-pat tutup, demim sykylyp, öz ýerimden gaýgysy kaldym. Talay ýyllar şu tarapda ötüp ketdi. Günlerden bir gün kalbim asmynda çakmak çakıp kılışını kim bilsin, ýene konu keslim gozgulyp keselxanada ýatgan edim. Yenimdeki ýigitniň laýyky işki ýyl kylynlykdaky kitapdan ätisi akşam zadly köz almaýdy. Bir gaýtam o demeliş çykyp ketgeni kitap garsam Çyňgyz Aýtmatowyň Çama ýoly diýen toplum eken. Kitapny okuşga başladym. Dada, men saňa ýadnam ornut almaýmyn. Seniň gabraňyň nädelikini bilmeýmin. Muşu eserimni Törekul Aýtmatow saňa bagşlaýmyn. Ana, sen bizni bekyp adam kıldyň. Seniň uzun ömür körüşiňi tilep, anam Nagyme Aýtmatowga bagşlaýmyn diýen gurla marjandek danymy-dany tizip turatdy. Çyňgyzyň kitap betidiki dadasyny esletdigan salapetlik sürtüni köýgende, Frunzunyň ta türmesinde sykylgan Törekulnyň kıyapeti, onuň iltimasy we perzentiniň ismi ýyzylgan nimkeş halda Sibir ormanlary nöbet bilen köz aldymda peýda boldy. Hoy Allah, sadagan ketey. Mao Törekulnyň ogluken go dep kitapny bagrymyga besip şygladym. Ýuşurdygan nimesi ba? Özümden şu çagda şunçilik nepret edip ketdim. Kıyın günlerde yardımını aymagan, zor işenç bağlagan adamның kıyametlik iltimasını orundaýanmagynym ýürekimni örteydi. Bolgan ähwalynyň hemmisini Çyňgyzy hat bilen bayan kılıp, bir gança qitim haltyny derýaga taşlap etgenligim üçin keçirim sorgum keldi. Bir gança qitim tereddüt kılsam bunda kılıç gurbum ýetmedi. Ýakynda doktorynyň syňlymga emdi köp boz pakat bir aýyk bara alaýdy diýen gepini aňlap kaldym. Şu gepni aňlagandym buýum meninde uýky ýok. Törekulnyň käsini ada kılmaý o dünýä kundaq elip gitdimen. Fani alemde onuň bilen uçuruşyp galsak o
Tәңір бәді, ярәлеген қайны имканiyetің бар тұрып, әң болмағанда бір перзентімге салымымны еткізіп қоймағынан немесе десе, оның yüzüge qaysı yüzüm bilen qarayman. Şundan keyin singlimga bu dunyoda rozi bo'lib kelsin desam, meni to'ra qo'lning biror pushti bilan uchrashtirib, oyoqlariga yiqilib kechirim so'ray dedim. Xudo ko'z yeshimni ko'ribdikan, butkul to'ra qo'l jamiyati nomida meni kechir, deb xuddi go'dak boladek og'izlarini umchaytib yig'lab ketdi. Aka, ko'nglingizni buzmang. Sizning nima gunohingiz bor? Buningga adolatsizlik chunqur yildiz tortgan shu chog'dagi rehimsiz davr gunohkor deb bu o'yni bezlagan bo'ldim. Biroq o'zim qattiq hayajonlanib, dadamning eng oxirgi tiniq tirikligi guvoh bo'lgan bir tiniqda nafaslanib, hayot mamat oralig'ida qapsilib qolgan bechorani quchoqlab isa deb ketdim. Aytmatov. Ha, dadamizning Tangrirbadi Alabayev orqali 1938-yili yo'llagan eng oxirgi salimi bizga 1975-yili tegdi. Bu chaqda onamizning u dunyoga ketganiga 4 yil bo'lgan edi. Shahanov 1938-yilning izg'irliq kuz mezgilida hozirgi Bishkek shahrining tog'liq rayonidagi cho'ng toshqa ichki ishlar komissarligi dam olish uyining yonida kimlardir bir qancha mashina odamni yoshirin ekilib ularni itib oldin qizilgan o'rakka hidi yo'qini bildirmay ko'mib tashlaydi. Buni dam olish uyida qorovullik qildigan Abuqat Qidir Aliyev degan oqsoqol yoshirinchi ko'rib turdi. O'zi uzun yillargacha yilqi yerga berib Qur'on o'qib duo qilib yuriydi. Bu ayning 1928-yil tug'ilgan Bibira degan, ya'ni siz bilan qurdosh qizi bor ekan. Bibiraga dadisi, esingda bo'lsin. Mavi yerda nurg'un kishilarning jasdi bor. Zaman o'ngshalsa el yurtga aytasan. Hozir buni og'zingdan chiqarma deb qattiq eskartdi. Qirg'iziston demokratik yo'l bilan mustaqillik bayrog'ini ko'targan chaqda Bibira hada dadisidan olgan hikoyani aytib xavfsizlik komitetiga boradi. Komitetning bo'lim boshlig'i Po'lat Abdurahmonov degan yosh yigit o'z sohasidagi arzimas obro'yini a'lo bilgan ba'zilarning qarshiligiga qaramay, bu yerni qazdirganda 137 kishining jasadi chiqadi. Shu jasadlarning orasidan sizning dadingiz To'rtqul Aytmatovni etishga buyurgan 3 varaq hukm qog'ozi tepiladi. Arxiv hujjatlarini aqtirganda bu yerda dadingiz bilan birga Qirg'iz xalqining Yusuf Abdurahmonov, Qosim Tinstanov, Erkinbek Isanamanov, Imanali Aydarbekov, Bayali Isabekov, Asanbay Jamansariyev, Osmanqul Aliyev, Sidiq Cho'ngbayshovga o'xshash mashhur arboblarning jasadi borligi aniqlandi. Hasratlik makonga Ot qabriston degan nom berilib, xalq dushman deb atalgan gunohsiz marhumlarning jasadlarini kipallab qayta yerlik qo'yish marosimida Cumhuriyet Prezidenti Asqar Aqayev Lyuksemburgdan atayin aeroplan bilan kelib o'zingiz alayda so'z qilibsiz. Qatnashganlarning deyishicha o'ksimigan, ko'ziga yosh olmagan hech kim qolmadi deydi. Prezidentning buyrug'i bilan 1995-yildan boshlab 10-oyning 25-kuni surgun qilinganlarni eslash kuni qilib jakolandi. Yig'inga ikkimiz birga bordik. Yig'ilgan xalqning hisobi yo'q. Qo'liga matam gulini tutgan, ko'zlari qizarib ishib ketgan ikki singlingiz Lyusiya bilan Roza uchirdi. Ularning keyindan bir to'p yoshlar kelyapti. Qiyos qilishimcha, ular universitetning o'quvchilari bo'lishi mumkin. Haqiqiy yigitlik davrining 35 yosh atrofida mangulik qolgan, ko'mirdek qora chashliq, atrofidagi xalq olam yolqinlik ko'zlari bilan qarab turgan To'rqul Aytmatovning uning oqarlagan chochlari tirikchilikning nurg'un bo'ron chapqalari bilan jabr jafolardan aman o'tib olamlik atoq obro'yining eng egiz cho'qqisiga chiqqan cho'ng farzandi sizdan ikkisi yosh ko'rinadigan cho'ng aytilgan rasmini hurmat bilan tutib turibdi. Aytmatov 53 yildan keyin 137 kishining jasadi orasidan dadamni etishga buyurilgan hukm qog'ozining chiqishi ko'ngildingizimni ostin-ustin qilyapti. Odam so'nk emas, to'mirmi o'zgarib qum bo'lib ketadigan yarim asrdan oshiq vaqt.
Dadamның kökürek yonçuqydan 3 bet qağazyny çirmey qalyşy nime degen karamet? Muhtarjan, Taňry bay eken. Hakykatan keçikken bolsa haman öz ornuny tapar eken. Hakikat keçikken bolsa haman öz ornuny tapar eken. Birak şu ýyllar öz beşimizden ötkizgen uýuksuz keçeler, biz uçurgan kemsindiriş we taňsızlyky garşy çykadigan güç tapalmay içiňden azaplanyp puşaýman kılış häsretini adam emes, haýwanyňmy peşanesiga ýazmysyn. Şahanow. Eger garşy tumusyňyz paraňlarymyzny sağlaňyz Rozanyň hikaýasyga bolasak. Anamyz közi ýumulgaça Çyňgyzyň öýünde turdy. Bundak boluşydyk sebäp pekat perzentleriniň çoň bolganlygydan emas, ogly bilen roýy birlik asly kılganlygyndyr. O Çyňgyzyň her bir eserini, hatda maqaly söhbetlerge tanlap okuýdy. Onuň şu wagtky sowet we dünýä edebiýatydan habary bar idi. Çyňgyzyň edebiýat sahasynda Lenin edebiyat mukapatyny ilişi pekat Kırgız ili üçin emas, Sowet Ittipakydyky Milli Cumhuriyetler, şundakla Orta Asiýa we Kazakystan elleri üçin zor huşallanarlyk iş boldy. Çünki bu mukapat şu mezgilde bütün Sowet Ittipakyga tunulganlygyny bildiretdi. Hem onunğa erişken adam tirikla klassiklanyň kataryndan orun alatdy. Bu nihaýat kymmetli mukapat. Bu wagtga kadar edebiyat sahasynda bütkül Orta Asiýa boýunça Kazakstanlyk Muhtar Awizowga berilgen edi. Çyňgyz mukapat algan küni Aytmatowlar ailesiniň nopusy birdilli kötürilgen gün boldy. Cumhuriyet gizitleri däl şu çagda bir iki betden orun berdi. Tarap-tarapdan hatçekler, telegrammalar ýygyp ketdi. Burun bizning dünýäde bay ýoklygymyzdan bexabar her xil sewiýedäki partiýa hökümet rahbarlary telefon arkaly ýa-ki özü ataýyn kelip gutluklap ýenişdi. Koçalarda, dukkanlarda, medeniýet uçaklarida elniň bir-biriga ýüzlenip maqtaganyny ýalgyz Çyňgyzlydy. Däl şu wagtda Qerişgandek anam doktorhana ýetip galgan. Uş bazaryga berip anamga atap ýelimi setilgi üçin awtobusga çykdym. Çoň bokçy götürip algan 50 geçler etrapydaky gerdilik, şapurtlyk, Qırgız ýenediki ýigitge mana Qırgız halkymy özüniň ulug perzent tugallaýdyganlygyny Çyňgyz arkaly ýene bir gaýtam isbatlady diýdi huşallan. Köňlimde çeksiz hürmet duýgusy oýganyp közlerimde ýaş ägdi. Tünügün körüşken adamnyň düşgenlişige uçragan halk düşmanynyň perzentleri emesmidi? Ah Huda. Bizniň bäxtimizi içiredigan gün boldy eken. Anamyzyň Çyňgyz ilgiz bilen düşgen sürde daim anamnyň kol sömküsinde turardy. Şu çagda şu suretni ýastygynyň ýene goýup apdy. Moskwadan kelip atgan Çyňgyzyna garşy erişgan hökümet rahbarlary, urug tukkan dost biraderler ketdi. Şu topga ýoldaşym Esenbekni goşup özüm anamnyň ýeninde kaldym. Çyňgyz öýge barmay udul doktorhanaga baryp keldi. Anam orundan aran turup pütküpdek işip ketgen edi. Çyňgyzyň boýundan quçaklagan bepçe uzakça bukuldap çyglady. Birak bu taq gatlamlardaky çakmak taşny aran ýerip çykkan fontandek hoşallyk ýeşedi. Tarek esirden uzak, azaply günler bilen uýkusuz tünlerniň hemmesi gaýtgandek, kökürki kangudek uluk tindi. Şundaq bolup, anam Çyňgyz zor abroý taxty kötürilgen günni Törkul rohynyň helbis gatarda kabul kıldy. Bugün bir şey çok aýly. Bu kitapny bundan 18 ýyllar, 19 ýyllar burun okup dikenme. Ýaş çaglarym. Belkim bu çaglarda jygylganymyň esleýänmeýmin, fakat naýat ýylygy täsir kılgan cümleler. Teho ýaly kemidok biz hazır fakat bularnyňki haýat hikaýasy bilen tanışyp atymyz. Hamda Çyňgyz Aýtmatownyňki özüniň ailesi haýat hikaýeleri bilen. Onu okugan çaglarymda bu ýaly belki bu kadar meni täsirlendirdigenmi bilmeýmin. Ama hazır pek täsir okudum.
Muşuni o'qitib bir narsa mana 2 nuqtani degim keldi. Birisi yaqında test qilinadigan Tarim adabiyot mukofoti. Bu meni nihoyat xushal qilgan, muajiratdagi intayin umid to'ldirgan ishlarning birisi. Yana biri 2010-yili, 2010-yili 2 Mo'ngolda bir yig'in qatnashdim. Uyg'ur yosh yozuvchilarga vakolatan. Shu vaqtida yig'in qatnashgan vaqtimizda bir adabiyot mukofoti taqdirlandi. Bu shu Mo'ngol til yezigini qo'g'dab qelish tirishchilik asosida shu vaqtdagi nihoyat cho'ng bir korxona ishdi. Bu Sharq yo'l ko'rik shirkatimiz Dongfang Hongqiao. Ashunmidi qaysidir hozir toz aniq mundaq deb kesib deyolmayman. Shu shirkatning qurg'uvchisi hamda dangliq bir Mo'ngol bu adabiyotni Donar adabiyot mukofoti deb shu mukofotni ta'sis qilibdi ekan. 2010-yili Beyjingda qatnashdik o'sha yig'inga. Mana bu mukofot ta'sis qilingan vaqt. To'g'ri, 2010-yili 5-oyda 2 Mo'ngolda bir yig'inga maxsus tarbiyalash bo'ldi, yosh yozuvchilarni tarbiyalash. Shundan keyin buningga vakolatan qatnashganlar yana bir qaytim Beyjingga taklif qilindi. Shu vaqtda bu Mo'ngollarninki Donar adabiyot mukofoti deb maxsus Mo'ngol tili yezigini saqlab qolish uchun Mo'ngol yezigida yozilgan asarlarga beradigan mukofot deb e'lon qildi. Cho'qim bu yiliqi masalan shu chog'larda endi men aniq buni bir ilmiy bir narsada mundaq tadqiqot natijasi yoki nima sifatida ko'rmadim. Mundaqlam bir quloq mollasi bo'lish shaklida anglaganim qaragan vaqtida shu zamonlarda 2010da Mo'ngollarda masalan o'zininki milliy til yezig'idan bakrak butunlaymi shu Xitoycha o'qish yozish ashulam nima qilib ketib o'zining til yezig'ini bilmaydigan avval eg'irlashib ketgan, shungmishda bir narsa o'tirg'i chiqqan deyilgan hamda shu vaqtda yig'inda bo'lingan gaplar qanchalik rost aniq bilmayman. Bu haqda izlanmadim. Lekin ichimdan shunda hayajonlangandim. O'zininki bu yozuvchi degan bak muhim. Yozuvchilar intayin muhim. Ya'ni bu yerda yozuvchi bir narsa yozadigan odamlar emas. O'zini təvə bo'lgan to'plamini, millatini, vatanini, tarixini, yiltizini, madaniyatini, atisini, o'tib ketgan tuniginini va bugunini bilalaydigan. Shuni mas'uliyat bilan, vijdoni bilan men o'lsam keynimda qoladigan narsa ma'vu deb turib yoza oladigan. Allohning bergan talantchi bu yiziqchilik degan. Tirishib yozg'ili bo'ladi. Ammo dunyoviy asar yozadigan undaq bir kuch insonning ro'yidan keladi. Bu narsada dal shundoq bir Allohning bergan talanti bu qalam tutish va yoza olish degan. Buni albatta tarbiyalash, buni texnik mo'llashtirish, saqlab qolish, kuchaytirish kerak. Ammo shu narsa aslida bir urug', ilhom, narsa bo'lmasa, undaq dunyoviy narsalarni yozish oson emas. Uyg'ur adabiyotimizda muncha asarlar bor. Bundan keyin o'tirg'i chiqqay. Kunlar uzun, umidsizlanmaymiz. Chingiz Aytmatovning hayotidan ko'rgandek bo'ldik. Bizning aramizda chiqadimi shundaq yozuvchilarimiz inshaalloh. Hech qachon umidlarimizni uzmaymiz. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bu kitobni bunday shaklda o'qib qolganimni hech o'ylab boqmagan. Chunki shu kitob o'qish xotiramda tarixga, madaniyatga, o'zimizni saqlashga, kimlik aloqador nurg'un narsalarni kitob o'qish xotiramga shu joyda yozib olgan. Men shunday bir ideya jihatda bizga g'idiqlik shaklidagi bir kitob deb shu 18 yil burungi o'qigan o'zimninki eslamalarimga asosan shunday bir hukm qilib qolgandim. Lekin bu o'qish jarayonida bizningki yashayotgan qismatlarimiz, yuragimizdagi har kun yangilanib turadigan yaralarimiz, ruhimizdagi ojiz nuqtalarimiz, titan tomonlarimizga tegib ketgidek mazmunlar uchrab qoldi. Shunga o'xshash taqdir qismat bilan boshdan kechirib ekanmiz deb mushta bir mishildab o'qib soldim. Kechirim so'rayman. Keyingi qismlarni yaxshi o'qishga tirishaman. Allohga omonat. Keyingi boblarda ko'rishaylik.